boshqacharoq variantni tanlamoqda. Va oxir-oqibat baribir ot to'g'ri yurishiga qarab bordi. Mana bu C piyodasidan bo'lishiga qaramasdan, ya'ni figurani qurbon qilgan holatda. Shu darajada mana shu g'oya Ionerni qo'yib yubormadi shekilli. Partiya davomida baribir mana shu yurishni qilishga bormoqda. Olishdan boshqa hech qanday variant yo'q. Sultonxon ham CD bilan javob bermoqda. O'tiradi to'r ikkita piyodaga berilmoqda hozircha yengil figura va piyoda endi Shveysariyaga bo'lgan shaxmatchi maksimal darajada energetik harakat qilish kerak, chunki unda hozir shunchaki figura yo'q. Va ikkita piyodaga bo'lgan kompensatsiya bu ham vaqtinchalik. Shuning uchun kompensatsiya bor paytida maksimal darajada foydalanib olish kerak, pensiyani yaxshilab olish uchun. O'ziga yarasha bog'da oqlarda ham imkoniyatlar bor edi. Misol uchun Sultonxon o'tiradi to'pdan javob berish ham mumkin edi. Ya'ni ferzni qurbon qilgan holatda. Fil radiga ko'rishiga esa o'tiradi 2, C6, fil B3 ga va qurbon qilingan mana bu variantning yuzaga kelmoqda. 3 ta yengil figura